Agar u bemor kompyuterda o'tirib ishlaydigan inson bo'lsa-da, varikoz chiqadi. Ayollarda ko'proq uchraydi. Bechora ayollar har doimgidek. Qorin bo'shlig'ida tomirlar kengayib, kindikning tepasigacha yetib kelgan shu tomir. Varikoz. Varikoz. Varikozingni qo'yaver, davolatma. Bu Yana befoyda. qaytib bo'larkan deyishadi. Baribir qaytib chiqadi degan gaplar yuradi. Juda ham ko'p oyoqda tik turmaslik, ya'ni shakar miqdori ham qonni quyuqlashtiradi. Shuni hisobiga vena tomiri kengayadi va u yerda varikoz hosil bo'ladi. Yozgi mavsumda muntazam suv ichib turish tavsiya beriladi. Hozir yoki hech qachon. Ya'ni siz sog'ligingizga hozir qayg'ursangiz, kelajakda balkim ertaga bo'ladigan ba'zi bir kasalliklarni oldini olishingiz yoki uni davolash uchun butun umr sog'ligingizni, vaqtingizni va mablag'ingizni sarflashingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchim. Bugun yana Shifokor TV sizni xonadoningizda. Bugungi mehmonimiz sizlarning talab va istaklaringizga binoan aynan ortiqcha vazndan, yosh o'tgandan keyin ba'zi bir kasalliklar bizda kuchayishi borasida xalqaro toifadagi qon tomir jarrohi, flebolog Anortoyev Bobur Mirzo Bahodirevich. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Rosa kasbingizni aytishga qiynaldim. Nimaga? Chunki menimcha juda ham ko'pchilik qanaqa kasb egasi bu deb ham so'rashi mumkin. Savol berishganmi sizga? Albatta, o'zimizda meditsina yo'nalishidagi mutaxassislarni o'zi ham kam uchratishgan. Endi ommada ko'payib bormoqda. Sabab bemorlarning o'zi shu mutaxassislikka talabi katta bo'lganligi uchun hozirda ko'pchilik endi tanib boshlashyapti. Undan oldin qon tomir jarrohi deb tanilgan bu soha. Lekin aynan bu soha tor doiradagimi yoki umumiy keng doirada ham faoliyat yuritsa bo'ladimi? Ya'ni faqat ko'z oldiga varikozni davolash degan narsa keladi. Faqat varikoz emas. Endi bu kasalliklarning ichida eng ko'proq uchraydigani varikoz kasalligi bo'lganligi uchun ko'proq xayoliga varikoz kasalligi keladi. Aslida bundan tashqari tromboz, tromboflebit, trofические язвы, undan tashqari pigmentatsiyalar, o'sha tromboflebit yazvalardagi, ya'ni oyoqdagi terini rangi o'zgarishi va hokazo boshqa kasalliklar kelib chiqadi. Endi yana bir qator kasalliklar bor, u oyog'iga qaraganingizda ko'rinmaydi, ushlab bo'lmaydi, lekin uni maxsus tekshiruv yordamida, ya'ni UZI Doppler yordamida ko'rsak bo'ladi. Zo'r. Aynan bu sohaga menda asosan kuzatuvchilarimiz ortiqcha vazndan qiynaladigan ayol qizlar ko'p kuzatadi va menga ularning savoli, men homiladorlik paytida varikoz orttirdim. Lekin bu varikozni men hozir davolay olmayapman, operatsiya qilishga qo'rqyapman. Xo'p, keling bugungi mavzuni varikoz deb belgilaylik. Chunki ko'p talab va menimcha O'zbekiston aholisi emas, butun dunyo bo'yicha bu kasallik ko'proq tarqalgan. Boshqa kasalliklarga nisbatan. Albatta. Varikoz kelib chiqishi sabablari? Varikoz kasalligi o'zi sababi bitta yagona. Ko'pchilik bu narsaga to'xtalib o'tmaydi. Ya'ni o'sha ortiqcha vazn, og'ir ko'tarish, yuk ko'tarish yoki maxsus kasb egalari deymiz, ya'ni bizga o'xshagan xirurglar, parikmaxirlar va hokazo. Bundan tashqari yana bir nechta sabablari bor. Endi buni tikka turib ishlaydigan doimiy tik turish, ya'ni qo'pol qilib aytganda doimiy bitta pozada turish yoki o'tirishdan, harakat kamligidan kelib chiqadi. Endi asosiy sabab bor, faktor bor. Men bu kasallikni kelib chiqishini ikkiga bo'laman. Sabablar va faktorlar. Sabab yagona, bitta. Agar o'sha sabab bo'ladigan bo'lsa, inson doimiy o'tiradimi, turadimi, yotadimi, yengil ishda ishlaydimi, og'ir ishda ishlaydimi, baribir varikoz bo'ladi, chiqadi. Demak, oldini olsa ham, ya'ni aynan ishga bog'liq bo'lmagan sabablar, ovqatlanishga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'lsa ham kelib chiqishi mumkin. Buni bitta sabab bor. Bu oyoqdagi vena tomirlarni devolidagi elastik to'qimalar yetishmovchiligi. Ya'ni agar oddiy qilib aytadigan bo'lsak, ilmiy emas, oddiy o'zimizning tilda, jaydari tilda, mana misol hozirgi o'tirgan binoyimizni devori ham nimadandir tarkib topgan. Asosiy mustahkamligini kelib chiqaradigan bu sement. Albatta, sementsiz uy qura olmaymiz. Albatta.
o'sha sementni agarda 1 metrga 1 metr kvadrat joyiga bir qop sement ketishi kerak bo'lsa-yu, lekin biz yarim qop sement ketkizsak qanday holatga keladi? Uy menimcha tez qulaydi. Ya'ni mustahkamligi sust bo'ladi. Xuddi shunday nasliy bemorlarda vena tomirni devorlaridagi o'sha mustahkamlikka, ya'ni kengayganda nagruzka tushib, qaytib o'z holatiga kelish, ya'ni rezinka funksiyasini bajaradigan elastik to'qimalarning foizi 60% bo'lishi kerak normada. Ana o'sha qaysidir sababga ko'ra, misol homiladorlik vaqtida yoki deylik gormonal o'zgarishi sabab ko'proq Qaysi gormonlar? endi bu gormonlar umumiy olib aytiladi. Bitta gormonga bog'liq emas. Misol deylik, bitta gormonni oladigan bo'lsak, semizlikka olib keladi deydigan bo'lsak-da, o'sha semizlikka olib keladigan gormonni sabab insonni vazni oshgandan keyin vena tomiriga bosim bo'ladi. Misol, boshqa bitta gormonni oladigan bo'lsak-ku, u gormon elastik to'qimalarning foizini tushirib yuboradigan xususiyatga ega bo'ladigan bo'lsa, u yana o'sha varikoz kasalligiga bir omil bo'ladi. Ya'ni insonda qandaydir faktor bo'lsa, bu varikoz chiqadi degani emas hali. Lekin sababi o'sha elastik to'qimalar yetishmovchiligi bor bo'lsa, agar u bemor kompyuterda o'tirib ishlaydigan inson bo'lsa-da, varikoz chiqadi. Kasallikka ayollarga ko'ra erkaklar nisbati qanaqa uchrashi? Albatta ayollarda ko'proq uchraydi. Bechora ayollar har doimgidek. Chunki bunga ikkita sabab bor. Ko'p gormonal o'zgarishi ko'proq ayollarda uchraydi. Bu bir. Ikkinchidan ularda homiladorlik kuzatiladi. Shuning uchun homila bo'lganida Yuklama baribir albatta bo'ladi tabiiy. 4 oydan keyin homila razmeriga kattalashishni boshlaydi. 9 oygacha ma'lum kilogramga homila kattaygandan keyin bu bachadondagi va uning atrofidagi nerv tolalari va tomirlarni siqib qo'yadi. O'sha bachadon atrofidagi vena tomirlarini, arteriya tomirlarini siqib qo'ygandan keyin qon kelish va ketishi normal holatda bo'lmaydi. O'shani hisobiga pastdagi turgan vena tomirdagi qonlar tiqilib qoladi. Dimlanib qoladi. Shuni hisobiga vena tomiri kengayadi va u yerda varikoz hosil bo'ladi. Lekin xalqda men aynan qaynonalar bu tomonlama qarasam agar tez o'tib ketadi, e'tibor bermang degan holatlar ko'p bo'ladi-da. Ya'ni bu tabiiy qabul qilish kerak, o'tib ketadi. Lekin homiladorlikdan keyin varikoz ancha muddatga qolib ketganlar juda ham ko'p. Albatta, tomir homiladorlikda kengayishi ikkiga bo'linadi. Fiziologik bo'ladi, patologik bo'ladi. Fiziologik deganimiz, ya'ni homila bor paytida, ya'ni ayol kishi homiladorlik davrida tomir bosim sabab kengayadi va tug'ruq bo'lgandan keyin bosim ketadi va tomirlar ham bosim ostida qolganlar bo'shashadi va o'z holatiga keladi. Shu uchun bint bog'lashar ekan, elastik bek. O'shaning uchun bu fiziologik hodisa deyiladi. Agarda homilani tug'gandan keyin, ya'ni homiladorlikdan keyingi davrda birinchi 40 kundan keyin agar shu tomirlar qolib ketsa, kengaygan holatida bu varikoz kasalligi deyiladi. Demak, bu kasallik tushunchasi homiladorlikda bo'lish tabiiy holat. Homiladorlikdan keyin iloji boricha 40 kun, 1 oydan keyin ko'rish kerak vaziyatni. Bu hammada ham emas. Bir xil homilador ayollarda homila paytida ham tomir kengayadi va uni davolash yoki uni ko'payib ketishini oldini olish, asoratlar kelib chiqishini oldini olishga harakat qilinadi. Men internetda aynan Instagramda endi bilasiz, hozir nima ko'p tarqalgan shu bemorlarni holatini oyoq to'laqonli varikozga uchragani va u juda ham qo'rqinchli tarzda shishib ketganini ko'rganman. Tepa sonlarigacha chiqib ketganini va xuddi ichkarida yog' to'qimas qanaqa tashqariga bunday bo'rtib chiqadi, xuddi shunday tomirlar chiqib ketgan. Bo'lganmi tajribangizda shunaqa? Xuddi shunaqa holat va juda ham kam uchraydigan holat kecha bo'ldi. Kecha obed vaqtlarida bitta bemor keldi, lekin qarangki, u erkak kishi, 92-yilga yigit, ishi og'ir bo'lgan, ya'ni stroykada ishlagan, yuklamali, o'sha og'ir ko'targan 3 yil mobaynida. Ishonasizmi, shunaqa holatga kelgan, oyog'i varikoz kasalligidan tashqari yana 4 ta kasallik orttirgan. O'sha varikoz tomiriga bog'liq. Ya'ni asoratlari. Birinchisi tromboflebit, ya'ni bitta oyog'ini pastki qismida tana rangi qorayishi, atroflari qizarishi,
qolaversa yazvani boshlanishi kuzatilgan. Ya'ni oyoq ochilish. Bu bitta. Ikkinchisi paxovoy ostialniy klapan deyiladi yoki oddiy tilda SFS klapani. Ya'ni bu pax qismida, oyoqning eng tepa qismida joylashgan bo'ladi. Uni qo'l bilan ushlab bo'lmaydi, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi. Lekin og'riq beradi. Buni faqat hammada ham emas. Hammada ham emas, 50-50 desak ham bo'ladi. Kimdadir beradi o'sha qismda qanaqadir og'riq, kimdadir bermaydi. Buni ishlayapti yoki ishlamayotganini bilishligi uchun boyaga aytib o'tgan tekshiruv UZI Doppler qilinadi. O'shanga bog'liq. Unda 100% ishlamayapti. Ya'ni shunchalik kengayib ketganki, ochilib ketganki, o'sha klapan razmeri juda ham katta bo'lib ketgani hisobiga barmoq bilan o'sha qismga bosib turadigan bo'lsangiz, tepadan kelayotgan davleniyani, bosimni his qilishingiz mumkin. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, varikozni Husan kasalligi bor. Ya'ni Hasan Husan deb aytaman. Erkaklarda, ya'ni jinsiy a'zoda tomir kengayib ketish. Varikoselli deb ataladi. Bu uchinchisi. To'rtinchisi, qorin bo'shlig'ida tomirlar kengayib, kindikning tepasigacha yetib kelgan shu tomir. Varikoz. Ya'ni ter osti tomiri kengayish. Bu ya'ni bu be'tiborlikdanmi? Avvalambor birinchisi be'tiborlikdan, ikkinchisi ko'p holatlarda juda katta ahamiyatga ega bo'lgan o'sha SFS klapani agar ishlamasa, u tez muddatda og'ir holatlariga olib keladi va ko'plab asoratlar beradi. Ya'ni siz be'tibor bo'lishga ba'zan ulgurmaysiz. Albatta. Endi bizda shunday narsa bor, bilsangiz agar, O'rta Osiyo davlatlarida shunday bizda mentalitetimiz shunaqaki, ha mayli, o'tib ketadi. Yaxshi bo'lib qoladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi yoki deylik, uy sharoitida qandaydir muolajalar qilib, uni qaytarishga harakat qilishadi va vaqtdan yutqizishadi. Voy, men bunaqa retseptlar juda ham ko'p ko'rganman. Varikoz davolamoqchimisiz? Men bir retsept qiling va vaholanki, uni varikozga nima aloqasi bor degan savol menda tug'iladi. Albatta. Chunki varikoz kasalligi, boshida aytib o'tib ketmoqchi edim, butun dunyo bo'yicha asosan 3 ta usul bilan davolanadi. Bu operatsiya yo'li, ya'ni birinchi marotaba o'ylab topilgan usul. Operatsiya bu bepko'p narato deyiladi. Kesib olib tashlanadi. Umumiy narkoz yordamida. Bundan keyin o'ylab topilgan ikkita yangi zamonaviy usul. Bu lazerli operatsiya, ikkinchisi skleroterapiya deb meditsinada nomlanadi. Ya'ni lazer usuli bu yarim operatsiya hisoblanadi. Ya'ni u mahalliy og'riqsizlantirish bilan qilinadi. Tomirning ichiga maxsus kichkina troscha tiqilib turib, o'sha tomirning kengaygan joylariga borib, hammasini kuydirib chiqiladi. Kichkina teshicha qilinadi tomirga. Bu endi og'ir nima emas, operatsiya emas. O'rta holatdagi. Menimcha yutug'i bo'lsa kerak. Albatta. Bu juda ham katta yutuqqa ega bo'lgan usul. Ikkinchi zamonaviy usulga bu skleroterapiya. Ya'ni ukol bilan davolash usuli kiradi. Hozirda albatta bu o'zi aslida ancha 100 yillar oldin bo'lgan. Endi bizga yetib kelib bu ommalashib rivojlanguncha ancha vaqt o'tib ketgan. Skleroterapiya bilan davolash hozirda shahrimizning ko'p joylarida, xususiy klinikalarda, davlat bolnitsalarida qilinyapti. Rezultatlari, ya'ni effektlari juda ham yaxshi. Qaysi holatlarda ukol bilan, qaysi holatlarda lazer bilan va qaysi holatlarda operatsiya bilan davolanadi? Endi ko'proq og'ir holatlarda, ya'ni qandaydir asoratlar bergan bo'lsa, boyagi siz aytgan yigit timsolida desak ham bo'ladi. Albatta, shunday holatlarda operatsiya qilinishi mumkin. Ya'ni buni bemorni individual holatidan kelib chiqib qilinadi. Albatta. Lazer usuli ko'proq katta tomirlarga qaratilgan muolaja hisoblanadi. Endi uchinchi usulimiz skleroterapiya usuli. Bu o'rta va kichik tomirlarga, ya'ni mayda tomirlarga qilinadigan usul bo'ladi. Endi hozirda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Bizning xususiy klinikamizda tomirni diametridan kelib chiqib qilinardi oldin. Hozirda 3-4 yildan beri katta diametrdagi tomirlarni ham ukol bilan davolash amalga oshirilyapti. Menimcha bu eng nima bo'lsa kerak,
ayollar baribir operatsiya desangiz umuman insonlar bemorlar operatsiyadan qo'rqishadi. U xoh u narkoz bilan, xoh mahalliy og'riqsizlantirish bilan Albatta. bo'lsa ham baribir nomi bilan operatsiya. Albatta. Ukol deganingizda bu ancha yengil qabul qilinadi. Menimcha ko'proq Albatta. shunga talab ko'p bo'lsa kerak. Albatta bunga talab juda ham ko'p. Chunki nafaqat og'riqdan va operatsiyadan qo'rqishadi. Qolaversa, ko'pchilik ayollarimiz operatsiyadan keyingi o'sha izlari, choklarning izlari, albatta, oyoq bu. albatta chandirlardan, chiroyni yo'qotib qo'yishdan qo'rqishadi. 100%. Men ham agar menda ham homiladorlikda bo'lgan, lekin siz aytganda o'ylab qarasam tezda o'tib ketgan. Va bu hozirgi paytdagi ayollarni ko'psini o'ylantirayotgan narsa, bu varikozni davolagandan keyin u qaytalanadimi? Kasallik. Ukol qilingan, lazer operatsiya qilingan va operatsiya qilingan tomirlar tabiiyki qaytalanmaydi. Lekin xalqimizda shunday gap yuradi, varikozingni qo'yaver, davolatma. Bu Yana qaytib befoyda. bo'larkan deyishadi. Baribir qaytib chiqadi degan gaplar yuradi. Bunga sabab ikkita. Birinchisi mutaxassislarning qo'lida bo'lgan, ikkinchisi qo'lida bo'lmagan, ya'ni mutaxassisga bog'liq emas sabab. Birinchisini olib qaraydigan bo'lsak, jurnallarga o'qiysizmi, kitobda o'qiysizmi, flibologlarni maslahatini eshitib ko'rasizmi? Varikoz kasalligi bu surunkali kasallik deb boshlanadi. Semizlikday. Ya'ni davom это etishmoqda. хроническое заболевание deb keladi. Ya'ni xronический, ya'ni surunkali deb aytiladi. Ya'ni davolangan tomirlar qaytalanmasa-da, hozirgi paytdagi sog'lom tomirlar kelajakda zararlanib, ya'ni elastik to'qimalari tushib ketib, ular kengayib ketib, varikoz hosil bo'lishi mumkin. Endi u qachon bo'ladi? 1 oydan keyinmi? 1 yildan keyinmi? Balkim 10 yildan keyinmi? Buni mutaxassisni qo'lidan O'zi ham kelganini ayta o'lchashdi. olmaydi. Albatta. Juda ham ko'p hozir eshityapman, qandaydir mutaxassislar garantiya berishadi. Misol 5 yil, 10 yil, 1 yil chiqmaydi deb. Bu garantiya bera olmaydi hech kim. Hech kim. Ikkinchisi mutaxassisni qo'lidagi narsa-yu, lekin unga bee'tibor bo'lgani uchun, ya'ni muolaja to'g'ri Paytida. qilinmagan yoki nimanidir inobatga olinmaganligi sabab qaytalanishi mumkin. Bu ko'proq hozirda o'sha boyaga aytib o'tgan, juda ahamiyatga ega bo'lgan SFS klapani bilan bog'liq. Chunki o'sha agar SFS klapani, asosiy klapan ishdan chiqqan bo'lsa, pastki qismni qancha davolamang, Baribir u zarar. sabab boshqa tomirlarga bosim berib, boshqa tomirlar kengayib ketaveradi. baribir bu yerda davolanishdan oldin asosiy to'g'ri tashxislash ham kerak ekan. Ya'ni Albatta. faqat varikozni emas, shu klapanlarni zararlangan bo'lsa, qayta tiklash iloji bor. Uni faqat meditsinada operatsiya qilinadi. Cross-ektomiya operatsiyasi deyiladi. Hozir mana shu yerga kelishimdan oldin ham o'sha Shu operatsiyani operatsiyani. qilib kelayotgandim. O'zimni qarindoshimga. Unda ham bitta oyog'ida o'sha SFS klapani ishlamayapti va varikozi katta tomirlar kengayib ketgan edi. Aytmoqchi bo'lgani, bu unaqa juda katta operatsiya hisoblanmaydi. Cross-ektomiya 20 minutdan yarim soatgacha vaqt oladi. Mahalliy og'riqsizlantirish bilan va operatsiyadan keyin 2 soatdan keyin bemor turib yurib chiqib ketishi mumkin. Juda ham zo'r. Xuddi shunday. Bo'ldi, misol hozir kechga men ularni oyog'idagi tomirlarni o'ziga ukol qilishni boshlayman. Demak, pastki varikozni endi davolaymiz. Albatta. Bu operatsiya faqat klapanga qaratilgan operatsiya edi. Endi varikozni o'ziga qaratilgan, ya'ni ukol skleroterapiya usuli bilan tomirlarni davolaymiz. Demak, bu yerda men varikozni davolamoqchi bo'lgan bemorlarni o'zi ham bilish kerak ekan, shu klapanlar yaxshi ishlayaptimi? Ya'ni yetishmovchilik bormi yoki yetishmovchiligi yo'qmi? Ya'ni ishlayapti yoki ishlamayaptimi? Bu juda katta ahamiyatga ega. Hamma shifokorlar bunga e'tibor beradimi? To'g'risini aytsam, ba'zida shunday narsa kuzatiladi. Shu qaysidir foiz mutaxassislar Hamkasblar. o'sha narsaga bee'tibor bo'lganligi sabab ularning bemorlarida tez kunda tez bir necha oyni ichida xuddi shunaqa achinarli holatda boshqa tomirlari kengayib chiqib ketadi. Va bu menimcha qayta davolashni talab qiladi. Albatta, albatta. Ya'ni 2-marta, 3-marta operatsiya bo'lgan bemorlar bo'lishi mumkinmi sizning? Albatta, menda bu videoyimni menimcha bu bemorim ham ko'rsa kerak. Chunki albatta. bu bemorim bilan
biz hozir do'st bo'lib qolganmiz. Ya'ni u menga bemor bo'lib kelgan, men uni davolaganman. O'shandan beri muloqot ushlab turaman bu inson bilan. Bu o'zimizni Qashqadaryo viloyat Chiroqchi tumanidan kelgan bemor edi. 4 marta operatsiya qildirgan oyog'ini. Undan ziyod mengacha. Undan ziyod operatsiyani chandiqlari oyog'ida mavjud. Qolaversa, bundan tashqari uni oyog'ini videoga olib Instagram sahifamga ham qo'yganman, ko'rishi mumkin qiziqqanlar. Trofik yazvagacha borgan edi, menga kelgan edi. Ya'ni effekti bo'lmagan bu operatsiyalarni. Bu katta stress ham bo'lsa kerak. Mana albatta, har safar qayta. Albatta, o'zi umid yo'q deb uje aytgan ekan uydagilariga, lekin otasi YouTube kanalda meni anaqamni videoyimni ko'rgandan keyin bolam shu mutaxassisga ham bitta borib ko'r, chiqmagan jondan umid degandek qilib umidsiz holatda juda ham kelgan, lekin Allohga shukr 10 kunning ichida, ya'ni bir kursning ichida trofik yazvasini 70% ga yopib, atoklari 8-9 santimetrga kichrayib, ya'ni oyog'ini diametri shishib ketganda juda ham og'ir holatda bo'lib ketdi. Umumiy 3 ta kursda oyog'i butkul yaxshi bo'lib ketdi. Menimcha bu bemorning otsivini eshitgan odam ana kasbdan faxrlanib ketsa kerak. Albatta. Vrachlarning malakasini shu to'g'ri tashxislashga oshirsa bo'lmaydimi? Yoki vrachni o'zi bilmaydimi noto'g'ri tashxis qo'yayotgan? Yoki to'g'ri oxirigacha tashxis qo'ymaslik, ha? Bu endi bilasizmi, bunday narsa borda, hech bir mutaxassislik butkul kamchiliksiz bo'lmaydi. Lekin bizning sohamiz shunday sohaki, bu yerda iloji boricha kamchiliklarsiz inson hayotiga yondashish zarur. Lekin nimaga o'sha men aytayotgan savolga hali siz javobdan menimcha qochdingiz? Nimaga vrachlar shu oxirigacha tashxis qo'ymaganini, balkim masalan men hamkasblarimni kuzataman. Nima yangiliklar, nima yana yangi turdagi balkim davolash yo'llari chiqayotgandir, qanaqa yangi yondashuvlar qilyapti, bularni ko'raman. Sizni kuzatadigan hamkasblaringiz nimaga oxirigacha to'g'ri tashxis qo'yayotganini bilmayapti. Endi bunisi menga shaxsan qorong'u, lekin balkim boyagi aytib o'tganimdek, bu ko'zga ko'rinmagani, ya'ni qolaversa qo'l bilan ushlab ko'rganda bilinmasligi sabab bu narsaga e'tiborsiz bo'lishar. Ahamiyatsiz va ko'proq yana undan tashqari yana bitta sababni o'ylaganman, chunki bu savolni o'zimga ham o'zim berganman. Nima uchun boshqa mutaxassislar, ya'ni hamma ham emas, bir nechta mutaxassislar shu narsaga yo'l qo'yyapti deb, bu ularni operatsiya bilan davolash, faqat kesib olib tashlash bo'lganligi uchun u narsani ahamiyatdan chetga qoldirish mumkin deb o'ylayman. Ya'ni qolgan ikkita usul hali ommalashmadi. To'laqonli barcha qon tomir jarrohlari bu usuldan foydalanmayaptimi shunda? Yo'q. Nimaga? Buni albatta mablag' masalasiga ham yondashish kerak bo'ladi. Mablag' taraflama ham bu ikkita usul qimmat hisoblanadi. O'rtacha turdagi operatsiyalarni hozir sizlar uchun narxini bilib beraman. Balkim hozir kommentariyada xo'p, bo'pti, davolashni aytyaptilar, to'g'ri tashxislash, operatsiya lazer bilan va ukol bilan o'rtadagi farq tafovati qancha? Xususiy klinikalar biz xalqqa ochiq aytishimiz kerak. Baribir oldiga kelgan odam ham birinchi tashxisni bilgandan keyin operatsiya narxini so'raydi. Endi birinchi o'sha aytib o'tgan umumiy operatsiyani o'zini narxi 3,5 million, 4 million atrofida boshlanadi va undan yuqori. Lazer operatsiyaga keladigan bo'lsak, 5 milliondan boshlanadi va undan yuqori. Ya'ni 7 million, 8 million, 10, 12 milliongacha. Boyagi aytib o'tganimdek tomirlarni turi, katta kichikligi, ularni soni, asoratlari bor yo'qligiga qarab. Endi skleroterapiyaga keladigan bo'lsak, 50-100 dollardan boshlanadi va undan yuqori. Demak, eng arzoni ukol bilan davolash ekan bu yog'ini olsangiz. Endi ukol bilan davolaganda oyog'ini konkretniy holatiga qarab belgilanadi. Balkim bo'ladi. Qandaydir holatlarida operatsiyadan yoki lazerdan ham qimmat bo'lishi mumkin. Nima uchun desangiz, chunki lazerda ham, operatsiyada ham mahalliy bo'lsa ham og'riq sizlantirish qilinadi
Qolaversa lazer usulida katta tomirlar faqat yopilsa, qolgan mayda tomirlar ukol bilan davolanadi. Demak, kompleksni qo'llanishi ham Albatta, mumkin. ikkita undan ziyod usullar ham bo'lishi mumkin. Bitta bemorga qo'llanilishi mumkin. O'shani inobatga olgan holatda hozir bizda o'sha UZI Doppler tekshiruvini o'tkazamiz. Agarda SFS klapani yetishmovchiligi kuzatilmasa, unda tomirni diametri qanday bo'lishidan qat'iy nazar skleroterapiya, ya'ni ukol bilan davolab beramiz. Agarda SFS klamini yetishmovchiligi kuzatiladigan bo'lsa, unda avvalambor o'sha operatsiyani, ya'ni 20 minutlik, uzog'i yarim soatlik operatsiyani qilamiz va undan keyin 2 soatdan keyin oyog'ini pastki qismidagi kengayib ketgan tomirlarga skleroterapiya usulini qo'llab, operatsiyasiz, tig' tekkizmasdan, chandirlarsiz davolab beramiz. Varikoz operatsiyalarini o'tkazishdan oldin, xo'p, bemor sizni qabulingizgacha, umuman qon tomir jarrohi qabuligacha kelgungacha uy sharoitida varikozni uchradik, davolash yoki profilaktik chora, og'riqni yengillashtirish yoki operatsiyagacha olib bormaslik iloji bor? Endi 100% iloji yo'q. Sababi hech qanday uy sharoitida qandaydir bir oziq-ovqatlar yoki qandaydir bir sirkalar yoki bir yoki kapustani, bo'lishi qandaydir mumkin. mazlarni surkab, qandaydir kompresslar qilib, bu foydasiz. Mif. Faqatgina bu varikozni simptomlarini vaqtincha yo'qotib berishi mumkin. Xuddi boshingiz og'risa dorini dori ichganda. ichasiz, bosh og'rig'i qoladi, lekin sababini yo'qotmaysiz. Dorini kuchi ketgandan keyin boshingiz yana og'riqda davom etadi. Varikozda ham xuddi shunaqa. Ya'ni o'sha dori yoki mazlarni surasiz, ozgina tomir atrofidagi yallig'lanishlar qisman ketadi, ozgina shishlar qaytgandek bo'ladi-yu, lekin shu narsani to'xtatishingiz bilan yana o'sha holat yuzaga keladi. Siz bu gapingiz bilan hozir nechta tabiblarni uyini kasod qildingiz, davosi yo'q uyda deb. To'g'risida, chunki men ko'p ko'rdim, uy sharoitida men o'zim ham onam varikozdan qiynalganlar, biz operatsiya yo'li bilan uni olib tashlaganmiz va vaholanki Allohga shukr qayta uchramadilar. Lekin o'sha vrach ham qayta uchrash ehtimoli bo'lishi mumkin. 100% davoladim bo'ldi emas. Iloji boricha choralarga, oyoqni vaqtincha dam berish, doimiy tikka turmaslik, yuklamalarga e'tiborli bo'lishga qaratganda va to'g'ri tashxisni, to'g'ri направленияni bera oldi. Lekin hozir men ko'rganim uy sharoitida bir kechada tuzatasiz degan videolarni ko'rdim. Mana shu uchun men sizni qidirdim. Albatta, bemorlarimning ichida shunday insonlar bor. $100, $200 chet el dorilarini mazlari internetdan zakaz qilib, ularni erinmasdan bir necha kun emas, bir necha oylab surkab, umidlanib, lekin ham puldan, ham sog'liqdan, ham vaqtdan yutqizgan holatlari juda ko'p bo'ladi. Varikoz kasalligini konkretniy, to'g'ridan to'g'ri davolaydigan tabletka, mas yoki qo'lni tomiridan yuvoradigan kapelnitsa holatidagi ukol dorilar yo'q. Buni bemorlar to'g'ri qabul qilish kerak. Albatta, buni to'g'ri qabul qilish kerak. Chunki vaqtida mutaxassisga borish kerak, mutaxassisning ko'rigidan o'tish kerak, qo'shimcha o'sha tekshiruvlardan o'tish kerak, ana undan keyin davolanish kerak. Endi siz boya aytib o'tganingiz, qanday qilib, misol deylik, oldini olish, ko'payib ketishini, chiqishga chiqib bo'ldi, bitta, ikkita tomir, to'rtta tomir chiqib bo'ldi-yu, lekin uni ko'payib ketishini oldini olish yoki u qandaydir qo'shimcha boyagi aytib o'tganimdek asoratlarga olib kelishini oldini olish va hokazo holatlarda ko'proq oyoqni elastik bint bilan boylab yurish yoki hozirda zamonaviy naskilar chiqib ketdi. Tepagacha, pax qismgacha bo'lib turadigan yoki kolgotkilar maxsus chiqib ketdi. O'shalarni mutaxassis orqali razmerini belgilab turib, o'shalarni kiyib yurish tik holatda, ko'proq pozani o'zgartirib turish, ko'p o'tirish yoki ko'p tik turish ularga mumkin emas. Boyagi qaysidir muddatdan keyin pozalarni o'zgartirib, joyini o'zgartirib, men aytaman, hech bo'lmasa mana turibmiz hozir yarim soatdan beri va oyoq uvishi ba'zida nima bilamiz-da, o'zi hissiyot bor va harakat qilamiz oyoq pozasini o'zgartirishga. Albatta. Shuni hech bo'lmaganda turib 5 daqiqa, 2 daqiqa yursa agar yana ham foydali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta. Bundan tashqari o'sha tomirni
kengayib ketishiga bo'ladigan omillarni foizini kamaytirib turishga harakat qilish kerak. Bulardan eng kattasi bu qonni quyuqlashishi. Chunki qon quyuqlashgandan keyin tomir devorlariga bosim oshadi. Bundan tashqari o'sha boyagi aytib o'tganingizdek vazn, ish uslubi, mutaxassislik va boshqa sabablar. Ozish qanchalik yordam beradi? Endi ozish bemorni vazniga bog'liq ko'proq. Agar vazni haddan ziyod ko'p bo'lsa, 100 kilolik 100 kilolik bemor bo'lsa, unga kamida bir 20 kilo tashlashlikni maslahat berardim. Kamida. Operatsiya qilganingizda ortiqcha vaznli insonlar bo'lganmi? Albatta. Ya'ni davolashga, konsultatsiya kelganda. Eng katta bemorim 220 kilolik 43 yoshli ayol kishi bo'lgan. Chunki u ayol kishida yoshligidan gormonal o'zgarish bo'lib kelgan. Kelajakda ham o'sha juda ham qattiq gormonal o'zgarish sabab gormonal preparatlar qabul qilishi oqibatida vazni 220 kiloligacha chiqqan. Qizlik paytida 70-75 kilo bo'lgan ekan u ayol. Uni bolalikdan emas ekan. Esni aytaman, bolalikdan desa, masalan, men ko'rganman 7-8 yoshda 60-70 kiloli qizlarni ko'rganmiz. Biz ham endi bolalar bilan ishlaganimiz uchun aytibman. Bu ba'zan emas, asosan sog'ligiga be'tiborlikdan bo'ladi. Albatta. Lekin uni oyoq yuklamasi davolandimi o'sha varikoz? Albatta, unda faqat varikoz emas edi, unda limfostas kasalligi bor edi, ya'ni limfa tugullari yallig'lanishi. Bundan ko'proq bunda oyoq shishib ketadi. Oyoqni shishib ketgan qismlarida oyoq qizil tusga kiradi. Qolaversa, juda ham og'ir holatlarda boyagi aytib o'tganimdek yazvalar paydo bo'lib, yarachalar paydo bo'lib, o'sha joydan suyuqlik ajralma chiqib ketishi ham kuzatiladi. Unda faqat oxirgi bosqich edi, faqatgina yazvalar, ya'ni boyagi yarachalar yo'q edi, lekin 2,5 kursni ichida batamom davolashga erishdik. Ozmadilarmi? Keyinchalik ham muloqot ushlab turganimda 160 kiloga vес tashaganlarini aytdi. Menimcha bu ham katta rezultat. O'zi kamida bitta odamni vaznini 60 kiloga ozganlar. Albatta. Juda ham zo'r. Lekin men aynan detoks va meni og'rig'im bu, shu vazngacha jim qarab turish, qayta muvaffaqiyatsiz urinish, ya'ni 3-5 yoki maksimum 1 yilgacha qilib, keyinchalik tashlab yuborish. Bilasiz, o'zingiz ham bu sohada o'qigansiz. Biz ham hech qachon semizlik qayta uchramaydi deb kafolat bermaymiz va aytaman, kafolatladimi ishonmanglar deyman. Sababi bu surunkali davom etishi mumkin. Siz hozir yo'qotdingizmi semizlikni, siz noto'g'ri ovqatlansangiz, unga kelib chiqadigan faktorlarni ko'paytirsangiz, xuddi varikoz kabi bu ham qaytalanishi mumkin. Albatta, men ham bemorlarimga aytaman, juda ham aktual savol, chunki 10 ta bemordan 9 tasi albatta bu savolni berishadi, ya'ni kelajakda qaytalanadimi degan. Bu shunday savolki, misol bemor meni oldimga kirgan paytida shamollagan bo'lsa-yu, men shamollashini davolasam, u menga qarab turib, "Doktor, kelajakda men yana shamollaymanmi?" Yo, bosh shamollamaymanmi, kafolat berasizmi desa, kafolat berasizmi degandek eshitiladi. Chunki bu surunkali kasallik. Kelajakda boshqa sog'lom qon tomirlarda qaytalanishi mumkin, lekin qaytalanmasligi ham mumkin. Bu faqat mutaxassisga bog'liq emas, bemorning o'ziga ham bog'liq. U o'zini sog'ligiga qanchalik qayg'urishiga bog'liq. Aynan mana shu varikozni, xo'p, siz aytdingiz, oldini olishdan keyin, operatsiyadan keyin bemorlarga nima tavsiyalar beriladi? Ya'ni bizani butun boshli xalq kuzatyapti. Hozir yozishadi kommentariyada, "Menda bu yerdan yildan beri varikoz bor, menda bunaqa bor, savollarim bor" deyshadi. Biz siz bilan bog'lanishni kontaktlar qoldiramiz. Lekin tavsiyalar, xulosalar operatsiyadan yoki muolajadan keyinmi? Albatta, birinchi o'rinda qonni konsistensiyasi, ya'ni qonni quyuq suyuqligiga e'tibor berib turish kerak bo'ladi. Nimaga bog'liq quyuqlik? Quyuqligi hozirda ko'proq oxirgi paytda sirmas COVID davridan o'tdik. Ya'ni COVID bo'lgan insonlarda, ya'ni barchada desam ham bo'ladi. Hamma o'tkazdi menimcha. Albatta, u COVIDni DNKlari organizmda qolib ketib, u organizmdan sink bilan kalsiy miqdorini chiqarib tashlaydi. Va ikkinchi asosiy uni asoratlari bu qonni quyuqlashtirish, qon tomirini ichida tromb hosil bo'lishigacha olib kelishi mumkin. Bu holatlarda o'sha varikoz tomiri bilan
tromblarni bir-biri bilan bog'liq taraflari juda ham ko'p. O'sha sabab. Ikkinchi sababi, ya'ni tavsiyalardan bittasi, bu boyaga aytib o'tganimdek, maxsus oyoqqa kiyib yuradigan naskilar, juda ham ko'p oyoqda tik turmaslik, ya'ni ko'proq harakatda bo'lish, kam harakatdan qochish. Bundan tashqari, ko'pchilik tik oyoqda majburan turadigan bir qator kasb egalari uyga kelgandan keyin oyoqlarini tepaga ko'tarib 10 minutdan 15 minutgacha yotishlari, ya'ni qonni orqaga qaytishini bir necha bor tezlashtirib beradi bu holat. Va boshqa profilaktik sabablari va tavsiyalari mavjud. Mana shu menga endi bog'liqligi bu tavsiyalaringizni harakat. Chunki biz gipodinamika bilan qaysidir ma'noda kurashamiz, kam harakatlilik bilan. Keyingisi qon suyuqlik va quyuqlikka e'tibor berishlari kerak. Iloji boricha qon quyilishi buni battar qiladi degan xulosani oldimda men. Suv yetishmasligi, ratsionda, tomirlarda tromblar hosil bo'lishi, varikozni yanada ko'payishiga qanchalik nimasi? Chunki men asosiy nima aytaman-da, iloji boricha toza suyuqlik ichinglar deb ko'p tavsiya beraman-da. Albatta, chunki bitta narsani aytib o'tay, bizni asosiy organizmimizni tashkil etuvchi narsalardan bittasi suv. Hujayramizni asosiy boyagi konsistensiyasi suv. Bundan tashqari qon ham o'zidan ikkita turdagi narsaga bo'linadi. Ya'ni qonni quyuq elementlari va suyuq elementlari. Suyuq elementlarga o'sha plazma kiradi. Plazmani sostavi ham, ya'ni tarkibi ham juda ko'p miqdordagi suyuqlik, ya'ni suv tarkibi bo'lganligi uchun ko'p suv ichish tavsiya etiladi. Ayniqsa mana hozirgi vaqtda, ya'ni yozgi mavsumda muntazam suv ichib turish tavsiya beriladi. Shakarchi zarar? Endi men tomdan tarcha tushganday bu savolni berdim. Endi qarang. Tomir uchun vena tomirlar bor bizda, arteriya tomirlari bor. Albatta. Boyagi shakarni ko'p miqdorda ishlatish, ya'ni qabul qilish ratsionda ko'pligi bu ko'proq arteriya tomirlarga ziyoni bo'ladi. Ya'ni misol deylik, sahrli diabetiklarda ham birinchi o'rinda asoratlardan bittasi, ya'ni qon tomiriga bog'liq bo'lgan asoratlardan bittasi bu stenoz arteriya deyiladi. Ya'ni arteriya tomirlarini torayish. Vena tomirida ko'proq kengayish bilan bog'liq bo'lsa kasalliklar, arteriya tomirida torayish bilan bog'liq bo'ladi. Mana shu uchun qon bosimi ham asosan qandli diabetlarda baland yurar ekanda. Albatta. Bu torayish hisobiga. Sahr ham, ya'ni shakar miqdori ham qonni quyuqlashtiradi. Zo'r. Bugun shunaqa o'zim uchun manfaatli narsalarni ham so'rab oldim, chunki boya aytganimdek, dadam 17 yildan beri qandli diabetni dorilarsiz deyarli ushlab yuribdilar. Yogalar, shakarlarni olib tashlash, har kuni ertalab turib yoga bilan shug'ullanish, bir kunda kamida 4 litr suv ichadilar-da. Shu uchun bularni bilib oldim va albatta varikozdan keyingi tavsiyalaringiz menga juda ham foydali bo'ldi. Siz bilan manfaatli suhbatga rozi bo'lasiz ketgan vaqtingizga. Siz bilan bog'lanmoqchi bo'lganlar uchun albatta shu yerda Instagram va telefon raqamingizni qoldiramiz. Konsultatsiyadan oldin bemorlar qaysi tayyorgarliklarni ko'rishi kerak? Buni ham aytib o'ting. Albatta, birinchi o'rinda bemorlarimni ichida juda ham uzoq masofadan murojaat qiladigan bemorlar bor. Endi buni albatta onlayn konsultatsiya berish mumkin, lekin davolash ehtiyoji yo'q. O'shaning uchun ularga birinchi o'rinda murojaat qilib qator o'zini shikoyatlari va ularni oyog'ini holati tahlillari, ya'ni birinchi o'rinda boyaga aytib o'tganimdek UZI Doppler va oyoqlarini rasmlarini ko'p tashashadi. O'shanga qarab konsultatsiyani birinchi etapi bo'ladi. Lekin agarda chuqurroq konsultatsiya ikkinchi etapi ham bo'ladigan bo'lsa, bir qator o'sha holatdan kelib chiqib qon analiz tahlillari ham tavsiya beriladi, ularni topshirib yuborishadi. Lekin shunda ham hozirgi holati qanday, kelajakda bu insonni nimalar kutyapti va hozirda shu holatda nima qila olamiz, shuni ayta olaman faqat. Masofaviy davolay olmaymiz. Faqat qabulga kelishlari kerak bo'ladi. Qabulga kelsa, Xudo xolasa, inshaalloh
butkul davolab beramiz. Rahmat kattakon sizga ham. Sizga ham rahmat. Vaqtingizga rozi bo'lasiz. Biz esa tomoshabinlar bilan bitta xayrlashib olamiz. Biz kabi suhbatlar millionlab prosmotrga ega bo'lmaydi, 100 minglab layk to'plamaydi, chunki biz bilimlar beryapmiz. Qanaqadir vaynlar yoki kulgili narsalar olib chiqqanimizda balkim siz ko'proq tomosha qilardingiz, lekin suhbatni oxirigacha yetib kelgan bo'lsangiz, demak sizga tibbiyot va o'zingizni sog'ligingiz shunchaki befarq emassiz. Ushbu suhbat ko'proq insonga yetib borishi uchun videoga layk bosishni va sizni savollaringiz shifokorimizga bo'lsa kommentariyada izohlarda qoldirishingizni so'raymiz, chunki bu suhbat birinchisi hali davomli bo'ladi. Sog' bo'ling.